Hozir biz ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz adyollar bo'ladi. Narxini voобще azatdan ham azatda arzon mana shular 1 kishilik adyollar 240 ming bo'lgan, hozir 135 mingga tushgan ekan narxi. Endi 2 kishiliklar bilan tanishamiz mana. 2 kishiliklarni qaranglar. Voобще og'ir ekan mana. Bular 2 kishiliklarni deyishdi 460 mingdan sotilgan, korobkali bo'lgan. Hozir bitta o'sha korobkasi yo'qlik hisobiga 235 mingdan beramiz. Ham undan tashqari o'zini bepul so'mkalari bor deyishdi. Mana so'mkalar ekan. Hammasi juda ham arzon narxlarda. Sveti voобще ko'p ekan mana. Yuringlar do'stlar, hozir fakt bilan bo'lgan yaxshi. Mana korobkali adyollar ko'rib turibsizlar. Mana xuddi shu korobka, mana Versace. Mana shu 650 ming, lekin mana shu bitta korobka yo'qlik hisobiga deyishdi. Mana baqa o'tsa mana xuddi o'sha adyol, xuddi o'sha razmerda, xuddi o'sha katistovada. Mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi zarli, eng tiniq ikki taraflamali adyol. Bir taraflamali yolg'on takami bas. Mana ikki taraflamali 650 ming emas, 235 mingdan beramiz. Undan kamiga korobka yo'qlik hisobiga mana bunaqa o'zini chiroyli so'mkalarini qo'shib beramiz deyishyapti. Qizlarjoylar diqqat qilamiz. Hozir sizlar bilan sarpobob bo'lgan tuya ko'rpa oqish va undan tashqari trendda bo'lgan fartosheklar narxi bilan tanishtirib o'taman. Oldinlikda 350 ming so'm bo'lgan oqish ko'rpalarimiz va tuya ko'rpalarimiz hozirda 100 ming so'mni